Biroq nima muammo bilan bizga keldingiz? Tishlarim qonayotdi. Har kuni uxlayotganimda qon bilan bo'lgani uchun oldingizga keldim murojaat. Protseduramizni общий olganda qanaqa o'tdi? Qalay o'tdi? Og'riqlimi, og'riqsizmi? Yo'q, bezoriq hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q, faqat shu 40 minut vaqt ketdi. 40 minut vaqt ketdi. Vaqt kelarkan. Sababi sizda chuqur deganda, ya'ni qanaqa ultrazvukda birinchi tozalab, hamma toshlarni olib tashladi. Keyin airflowda tozaladi, yaxshinalarni, yumshoqlarni olib tashladi. Ana undan keyin tshatelni o'tirib tishlarni poligrafga shuning hisobiga bizda ko'p vaqt ketdi. Undan tashqari, har 6 oyda chistga kelib turadigan bo'lsangiz, ultrazvukni hojatxonada airflowni tozalaganimizda ancha tezroq va yengilroq o'tadi. Takror qiziqib ma'lumot shundaki, bitta oynaga qarasam, otlarim ko'mka qo'yasiz nima ekan bu deb. Yana keyin yaxshi tozalagandan keyin hech qanaqa qoldig'i qolmadi. 40 minut ketadi, 1 soat ketadi bu narsa stoyish ekan. Hozir men oynaga qaraganimda telefonni qarayotganim oppoqqina bo'lib turibdi. Sizlar ham videoda ko'rasiz degan emas. Rahmat. Rahmat sizga ham. Yaxshilikni ko'rishing.